kitoblarni tashlamang makulaturaga, yo'q qilmang. Nima qilasiz yo'q qilib? Uyingizda qalbni o'ldirmoqchimisiz? O'ldirilgan qalblar bilan nimaga erishasiz? Ovqat yeyveramizmi? Ovqat yeyveramizmi? Ovqat yeb kechaga bittasi yetadi, keling siz bilan ovqat yeyish bo'yicha bahs o'ynaymiz deydi. Men bilan kitob bilan bahs o'yna, o'zing yever ovqatingni, menga bir dona kartoshka ham yetadi. Haqiqatni gapiraman. Mana Murod akam 4 yildan beri orzu qilardim 4 ta yashni yeyishni. 4 yil. Pulim bor edi, yolbasdim. Do'stlarim yetmasdi. Yedim kecha sizdan tufayli. Yo'qot olganim tufayli. 4 yildan orzu qildim. Haqiqatni gapiraman do'stlar. Kitobni qo'yma, kitob bilan uxlalaring. Olimlar hatto uxlamadilar kitob o'qish uchun. Mana baraka keldi. Boshlarimga ko'p tashlab ketganingizni o'qisham. Mana baraka hisoblanadi. Kitob o'qinglar do'stlar, iltimos. Epikur aytadi, siz boylikka erishib tashvishlardan qutulmoqchimisiz? Sizning tashvishlaringiz ko'payadi. Degan nima aytadi, bilasizmi? Pul. Hamma hozir endi iloji yo'q pulsiz, mayli. Endi bu bir kuchli gaplar eshitib olinglar. Pulga oyoq kiyim sotib olasiz, yurishni sotib ololmaysiz. Ovqat sotib olasiz, ishtahani sotib ololmaysiz. Ko'ngil xushlik sotib olasiz, baxtni sotib ololmaysiz. Dori sotib olasiz, sog'likni sotib ololmaysiz. To'shak sotib olasiz, uyquni sotib ololmaysiz. Ishchilar sotib olasiz, do'stlarni sotib ololmaysiz. Aqlli insonlarni sotib olasiz, lekin aqlni sotib ololmaysiz. Eng diyagenni buyuk gapi bor. Shuni eslab qolinglar, buni amal qilinglar. Diyagenni eng buyuk gapi nima bilasizmi? Mening bor narsalarim o'zimda. Hatto tanamiz ham o'zimizda. Bir narsa o'zimiz. Ongimiz. Ongimizga mehr beraylik, kitob o'qiylik.